Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbekiston so'miga nisbatan 19-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. dollarning rasmiy kursi 62,10 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.031 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.203.000 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 102 so'mga pastlab, 1 yevro 13.764 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.376.495 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 1 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 153 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 153.240 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.